O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Daro. Shaxsiy raskolot qildirmoqchi bo'lganlar shapka profilda nomer bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yer gap men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Tak, o'rtoqlar, bugun kartamga savolim: aqlingizdagi kishining maqsadi nima? Aqlingizdagi kishini nimaga oxirgi payt tushunmay qolyapsiz? Na sevadi, na sevmaydi. Ya'ni ikkita arosatda ba'zida qolib ketyapsiz. Uni ba'zida qiluvlarini tushunmayapsiz. Qisqa qilib aytganda, aqlingizdagi kishini oxirgi payt umuman tushunmay qolyapsiz. Nima xohlayotganini, asl maqsadi nima? Hopkang ketdik o'rtoqlar sizlardan. Chiroyli energiya, plandan chiroyli raskolot. Tak, o'rtoqlar, meni bilasizlar, men qisqa lo'ndaman. Yaxshi bo'lsa zo'r chiqdi deyman, yomon bo'lsa yomon deyman. O'rtoqlar, aslida mana bu karta chiqdi. Zo'r bu karta, bu ortiqcha gap so'zsiz zo'r karta chiqdi. Xo'p, o'rtoqlar, aytib o'taman, bu общий расклад bo'lgani uchun ba'zilarga tushadi, ba'zilarga tushmaydi. Обязательно shaxsiy ko'rdirish kerak, albatta. Личный расклад bekorga aytilmaydi. Это общий расклад. Поэтому o'rtoqlar, ozgina mana bunaqa dilxirali, ya'ni yaxshi emas karta chiqib qoldi. Men bu kartani orqasidan, ya'ni sevgi, poklikning orqasidan diyavol chiqdi. O'rtoqlar, bilasizlarmi, sizlarning sevgilarga yokida agar er-xotin ko'rayotgan, ya'ni o'sha oilali insonlar ko'rayotgan bo'lsa, sizlarni oilalarga hasad qiladigan insonlar, sizlarni sevgilarni yokida sizlarni agar aqlingizdagi inson yaxshi joyda ishlasa, pul tomonlama yaxshi topadigan bo'lsa, yokida sizlar zo'r yashasanglar, qisqa qilib aytganda, sizlarni juda ham katta dushmaninglar bor, chiqyapti. Chuqurlashib aytmayman bu narsalarni, chunki bu общий расклад bo'lgani uchun chuqurlashib buni qilmayman. Endi tushunayotgan durustlar o'rtoqlar, endi qo'ldan kelgancha qog'ozga o'rab aytishga harakat qilaman. Internet tarmog'iga qo'yayotgani uchun, ato личный ko'rdirsanglar, doskонально tushuntirib berishga harakat qilaman. Lekin boshida mana karta chiqib juda ham zo'r bo'ldi. Ketidan mana bular chiqqani meni sal ajablantirib qo'ydi. Shuni bilinglar, katta dushmaninglar bor, yaxshi ishlar qilmayapti.